Eski bozor obunachilarga akalar 3 ta bo'g'ozimiz bor akalar, kichkinasi. O'rtachasidan eng rossiyskiydi. Germanskiy to'qoldi akalar. Nima deyapti o'g'limiz? Bu mandan katta ekan. Kirib bering o'g'liga. Aralarga bu katta-yu, odamdan katta chiqyapti. Nima deyapti? O'zimizni fermadan chiqqan mollar akalar. 3-tug'ishga qonida 4-chi. Nima deyapti kallalar? Nima deyapti akalar? Mol qaranglar. Elinlar to'rt joydagi. Egasi akalar 40 taga javob degan. Biz endi qiynamasdan yengil 20 taga aytaveramiz akalar. Boqsalar 40 TL 50 ta oshib ketadi akalar. Balki yil e'tibor beringlar akalar. 20 milliondan tortib 50-100 milliongacha topib beriladi akalar. Molamiz bahavat aka. Layti bosib paddishkani aytirsalar akalar, bundan bag'iga chiroyli bo'g'ozlar chiqaveradi. Choy. Nima deyapti akalar, yillar. Choy ham yuvosh ekan akalar. Chapadan tanlamang. Akalar, kichkina bo'g'ozimizga kelsak, puli arzon. Ikkita bo'zadi pullik. Nima deyapti akalar? Ular chabun tanlamaydi ular. Ukamiz ham ishlayapti. Layti bosib paddishkani aytirsalar akalar. Bo'yi o'zlaringga taqqos urasizlar. Oyoq qo'li hamma joyida bo'lamiz. Bugunimizga kelamiz. Berilib turishlarga qaranglar akalar. Kallalarga e'tibor beringlar akalar. Endi mehnatimizga layk bosib beramiz. Nima deyapti akalar? Yillar to'rt joyda. Akalar quyosh turganiga jak ko'ringan yo'mollarimiz. Bundan bag'ya zo'r videolar chiqaradi akalar. Ekrandan umrlar sizlarni kutib turibdi. Nima deyapti akalar? Dumbasa o'rgan ekan mollarimiz. Qaranglar bu oyoq qo'li hamma joyi to'rt joyda akalar. Dastakkasi vodiy bo'ylab ketdi, beskilardi. Uylaringda kutib olaverasizlar. Akalar 60 million narxi bor. Aloqasiz ko'rasizlar. Kami bor. 1 milliondan o'tib beraman. O'zimni akalarim bo'lsa, o'zimga borib aytib olib borib beraman akalar. Bunisiga 40 million 5 kilatni olib beradilar. O'zbekiston bo'ylab akalar kelishilaveradi. Bunisiga akalar 30 million ham bor. Layt bosib paddishkani aytiraveringlar akalar. Qaranglar, buydi. Nima deyapti? Berilib turibdi o'g'limiz ham akalar. Qolgan ma'lumotni endi dadam bilan kelishib berasizlar. Hammaga rahmat.